O'zi noinsof odamlar bor-ku, to'g'risini aytsa ham mana shu odam pulni berib oladi. Agar bu insonga to'g'risi aytilgan. Kompyuterda tekshirtirilgandan keyin aynan shu narsa chiqib qolgan. Nima deydi? Bu odamlarni borib usta deb nomlab bo'lmaydi. Men bunaqalarni usta demayman. Yedirishni ham o'ylamaydi, bola chaqasi bor bu insonlar. Ish qilmayman, Alloh insof bersin. Odamlardan azgin dillari xira bo'lib qoldi, norozi bo'lib qoldilar. O'zbekiston sharoitida mashina sotayotganda aldanib qolish juda ham oson bo'ladi. Ayniqsa u hamma sevgan, hamma yaxshi ko'rgan mashina bo'lsa. Assalomu alaykum, bizning YouTube kanalida kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun juda ham o'zgacha mavzu bo'ladi. O'zi anchadan beri YouTube'ga bunaqa расширенный formatda videolar qo'ymayaptik. Mana bugun navbat kelibdi. Oldimizda xalqimiz sevadigan, ko'pchilik yaxshi ko'rib minadigan, havas qiladigan, olgisi keladigan Malibu 2 mashinasi Premier, ya'ni 2 litrli turbina dvigatelda bo'ladi. Shu mashinani akam yaqin tanishimizni 3 kun oldin xarid qilganlar va bizga olib keldilar. Biz ancha-muncha xizmatlarni qilib berdik. Nima xizmatlar qilganimizni ham aytib boramiz. Shunaqasi hozir O'zbekiston sharoitida bilasizlar, benzinlar narxi oshib ketib qolgan. Bularga gaz qo'yadigan bo'lsa, ekonom bo'ladimi yoki yo'qmi? Propan, metan, hamma narsani bittasida bilan hisob-kitob qilamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasizlar. Juda ham ko'pchilikga manfaatli va foydali bo'ladi. Mashinani o'zidan boshlaymiz. Xo'p. O'zi noinsof odamlar bor-ku, to'g'risini aytsa ham mana shu odam pulni berib oladi. Agar bu insonga to'g'risi aytilganda. Qaranglar akalar. 2 litrli Premier aytganimda 34.204 kilometr probeg ko'rsatdi tabloni o'zida, lekin mashinamizda fakt bo'yicha 67 mingdan oshib yurgan, 67 ming qanchadir edi. Ya'ni kompyuterda tekshirtirilgandan keyin aynan shu narsa chiqib qolgan. Mashina aylantirilgan. Hozir bitta narsa bor ekanda, bu narsa bo'yicha o'z O'zbekistonda qonun chiqdi. Ya'ni agar sizni kimdir yolg'on gapirib, aldab, aylangan mashina sotadigan bo'lsa, uni sudga bersangiz bo'ladi. Bitta narsasi bor ekan, sudga berishdan oldin faktli bo'lish kerak ekan. Ya'ni siz mashinani baraka qilayotgan videoyingiz, mashinani o'sha probegini olgan videoyingiz, egasi bilan turib o'sha tekshirtirayotgan hamma narsa ish qilib, fakt bo'lmasa, ya'ni o'sha videolarmi yoki rasmlarmi yoki nimadir informatsiya bo'lmasa, shunda borib turib meni aldab yuborishdi, menga mashina sotib yuborishdi deydigan bo'lsangiz, u o'tmas ekan, aka. Shuning uchun mashina xarid qilayotganda, navbatda tekshirtirayotgan bo'lsangiz, har doim video qilib oling. Agar video qilmasangiz, o'zi Instagramda ham ko'p chiqishadi, ko'rib beramiz degan akalar bor. Ular har doim har bitta tekshirayotgan mashinani video qilishadi va egalariga shu videoni taqdim qilishadi. Hozir qaranglar akalar, aytganimdek mashinani probega aylantirilgan, 34.200 yurgan. Bu mashina faqatgina 92 mi, 80 mi benzinda harakatlanib yurgan, svechlar juda og'ir ahvolda edi, motor yaxshi ishlamayapti edi, bitta klapani ham juda kuygan edi. Uni oldini oldik, xudo xolasa, svechlarning to'rttasini almashtirib yechdik, mushtuklarni qaradik, bittasini almashtirdik va mashinani sal tetik holatga benzinni o'zida keltirdik. Endi kraska masalasiga kelamiz. Mashinani kraskasi hozir toza deb toza etilmagan aytganda, bagajda kraska bor deyishgan. Mana shu orqa tomonning o'zida kichkinagina petno bor deyishgan. Ko'ryapsizmi? Mana shundan o'zidan hozir videodan bilinadi. Endi kraskaladik kapot. Bagajni mashinani detailing xizmatiga olib qoldik. Bizda gaz qo'yishdan tashqari detailing xizmatlari mavjud. Ya'ni mashinani polirovkasi bormi, keramikasi, kimchiskasi, hamma xizmatlar bitta mana shu katta servisda o'zida mavjud. Polirovka qildik mashinani. Akam Qoraqalpog'iston Respublikasida yashaydi. Ya'ni mashinani o'sha yoqqa olib ketyaptilar. O'zlariga Toshkentdan kelib sotib oldilar, u yoqqa boradilar. Bu yoqda ishlar bilan, xizmat bilan har 6 oyda bir marta kelib yuradilar. Uzoq yo'l, toshli yo'l, baribir tosh otadi, ertaga kraskasiga zarar yetishi mumkin. O'shani hisobiga mashinamni broneplyonka ham qilib bering, keramika polirovkadan tashqari dedilar, ya'ni risk zonalarni. Mana mashitda o'sha nima deydi? Bu odamlarni borib usta deb nomlab bo'lmaydi. Men bunaqalarni usta demayman. Yoki bu palaparch tarzda tezroq bitirish uchun bo'lgan ishni mashinaning o'ziga kichkinagina bunaqa dabdala qilib kraska sepib qo'yishgan. Xuddi ana kistichkada qilib qo'ygandek bo'lganda, bolalar broneplyonka yopishtirayotganda, broneplyonka tortgandan keyin uni ozgina siljish kerak bo'ladi. O'sha joyda mana shu kraskalarni ko'tarib, broneplyonka bilan birga shilib chiqdi kapot. Tasavvur qilsam, bagajdan. Qanaqa kraska bo'lishi mumkin? Undan keyin majbur bo'ldik, kapotni bagajni berib yubordik, kastapravani to'liq qilib, laklari bilan ideal qilib, xudo xolis nemetskiy laklardan foydalangan holatda bagajni bo'yab berdi. Endi kraska qotadi, xudo xolis bitta shkurka qilib, yana bitta polirovka qilib, rullarni yopishtirib beramiz. Undan tashqari mashinada bitta mana shu kraska bor deyishgan. Undan tashqari mana shu yerda o'tdi, kichkinagina petno chiqdi. Undan tashqari eshikning orqasida mana shu joyda petnosi bor va oldi kirlar va oldi kapotda ham petno chiqqan. Ko'ryapsan, mashina olish O'zbekistonda qanchalik hozirgi kunda qiyin bo'lib qoldi. Mana shunaqa noinsof odamlar borda, shundan men pul topsam, menga zo'r bo'ladi, halol bo'ladi, uydagilarimga bilmayman, yedirishni ham o'ylamaydi, bola chaqasi bor bu insonlarni. Bilmayman, ish qilmayman, Alloh insof bersin, ertaga javobini ham o'zligisi berishadi. Endi navbat xudo xolasa asosiy mavzu, ya'ni yoqilg'i mavzusiga o'tamiz. Hozirgi kunda
benzin narxlari oshib ketdi. Rossiyadagi holatni o'zingiz ko'ryapsizlar. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham xuddi shunaqa holat va u O'zbekistonga ham albatta ta'sir qilyapti. Ya'ni benzin narxlari avtomat tarzda ko'tarilib ketyapti. 95 ga hozir eng minimum yaxshisini qo'yadigan bo'lsangiz, 18 mingdan kamiga qo'ymayapsiz. Mana shu Malibu Premier mashinasiga misol mana tablodagi rasxod 13 qanchadir, o'zi 14 tadan kam yemaydi deylik. 14 ta ko'paytiramiz 18 mingdan. Men hozir sizlarga uje benzinni hisob-kitobiga o'tib ketib qoldim, okey? 100 kilometr harakatlanish uchun 252 ming so'mlik benzin ishlatar ekan bu mashinamiz 100 kilometr uchun. Tasavvur qilyapsiz, buni ko'paytiramiz. Biza 400 kilometr hisobini olaylik. Nima uchun 400 kilometr hisobini olamiz? Hozir aytaman sizga. 4 ko'paytiradigan bo'lsam 1 million 8 ming so'mga mashinamizni 400 kilometr harakatlanar ekan. 1 million 8 ming so'mga. Endi qarang aka. Bu mashinaga hozir biza zapaskani o'rniga 54 litrli propan balonni joylab berdik. Xudo xolisa telar shumizolyatsiya bo'ldi. Balonimiz original Turkiyaning baloni, 10 yilgacha kafolati bor va 10 yilgacha yaroqli muddati bo'ladi. Oldiga keladigan bo'lsa, Yevropa gazidan injektor 48 ga to'g'ri polskiy blokimiz qo'yildi, toza italyanskiy farsunkamiz qo'yildi va italyanskiy reduktor. Endi ustanovka har doimgidek bizda yuvelir va ideal tarzda bo'ladi. Mana shu komplekt tushishi bilan mashinamizda propanda eng ideal harakatlanadi. Endi propanning rasxodini hisoblaymiz. Propan har doim benzinga nisbatan sal ko'proq rasxod qiladi. 15 litr deb hisoblaylik. 15 litr ko'paytiramiz. Hozirgi kunda propan narxlari oshib qoldi. 8 mingdan urganimizda, okey, 120 ming so'mga mashinamizda 100 kilometr propanda harakatlanyapti. Endi 54 litrli balonimizni 400 kilometrga yetadi. O'shaning uchun boshini ham 400 kilometr men hisobini oldim. 4 ko'paytiradigan bo'lsam, 480 ming so'mlik propanga mashinamizni 400 kilometr harakatlanadi. Endi motorimizni oki Malibu'ning Liboy'da GDI bo'ladi. Ya'ni Porsche'ga primo benzin sepib turadi, непосредственный впрыск deydi. Ya'ni har doim gazda harakatlanadigan bo'lsa 100 kilometrga yo'q deganda 2 litrdan benzin yoqadi. Endi 400 kilometr uchun biz 8 litr benzin rasxod qilamiz. GDI motor gaz bilan benzin qo'shib ishlaydi. 8 litr ko'paytiramiz 18 mingdan. O'shanda 144 ming so'mlik qo'shimcha benzin ketyapti. Plus 480 ming bo'ladigan bo'lsa, mana 624 ming so'm propan va benzin yoqilg'isida mashinamizda 400 kilometr harakatlanadi. Ko'ryapsizmi? Endi 1 million 8 mingning o'ziga bo'lsa mashinamizda faqatgina benzinda harakatlanadi. O'shanda har 400 kilometrda biza 384 ming so'mdan aynan shu mashinada ekonom qilamiz. Ya'ni ekonom taraflama ham juda zo'r hisoblanadi. Undan tashqari hozirgi kunda yoqilg'i tanqis bo'lib qolgan hisobiga, benzinni tanqis bo'lib qolgan hisobiga ko'pchilik baribir benzinga nimadir qo'shadi. Ya'ni benzinning sifati bizni xohlagan yetarli darajada zo'r bo'lmaydi. Mana mana shu mashinada ham misolida faqat benzin yurgan, o'sha svechlarni ochdik, bitta klapini kuygan holatda bo'ldi, ish qilib holati og'ir edi. Ozroq xolos hammasi yaxshi bo'ldi. Propanni aktani 108 ga teng bo'lgani hisobiga boyiga o'sha sifatsiz benzinlarimizda anchagina yaxshi harakatlanadi. Ya'ni hozirgi kunda hamma ham propanni benzindan ekonom qilaman deb qo'ymaydi. Asosan sifatidan yutaman deb qo'yadi. Misol mana hozir okam Qozog'istonga chiqsalar borku, hech qancha emas biz uchun. O'tda propan narxi birinchidan juda ham arzon va sifat darajasi juda ham yuqori hisoblanadi. Bizadagi Liboy 95 benzin bilan solishtiradigan bo'lsangiz, propan yorib qo'yadi. Ishqilib Malibu'ni hozir endi propanlarni ustunovka qildik, nastroykalar bo'ldi, tez drive'larni qildik, xudo xolos hamma narsa ideal bo'ldi. Undan tashqari 3 sloy polirovka qildik, keramika qildik, oldi resizonlarni hammasiga broneplyonkalarni yopishtirib berdik. Orqalarini ham xudo xolos hozir 1 soat davomida biz to'g'irlab beramiz va mashina egalariga ko'ngil xotirjam bo'lib, ideal bo'lib ketadi. Endi ko'ngil xotirjam demayman, chunki boyiga odamlardan ozgin dillari xira bo'lib qoldi, norozi bo'lib qoldilar. Ishqilib shunaqa gaplar akalar, bizani YouTube kanalida kuzatib borish davom etasizlar. Keyingi mashina ekonom bo'yicha qanaqa mashina bo'lsin, o'shani bitta kommentariy yozib ketsanglar, biz ekonomini sizlarga alohida hisoblab beramiz va xudo xolisa hammaga manfaatli bo'lgan kontentlarni olib borishda davom etamiz.